ama Kaşkadaryo'da. Ha, Kaşkadaryo'dan gelip oturursa, yurttaşlarımız Kaşkadaryo'dan gelip oturttular yine Xudo xolasa. Xudo xolasa ketyapti. Ben so'yib beraman. Ters so'z gap. Ha, gelseler şunu soy deseler soyup beresiz, doğru mu? Javob tilga. Hammasiga javob. Xuddi shunday chaqatib beramiz. Qizil chiqadi, Ha, Xudo 100% xolasa. qizil chiqadi, chaqmoq. Yine yurttaşlar. Gap so'z yo'q. Shirinligini ham yeb ko'ring. Dehqonman Qashqadaryoda. Ha, Kaşkadaryo'dan gelip oturursa. Assalomu alaykum kanalımıza obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi videomiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tuman 4 ekran bozordan bo'ladi. Qo'ldan kelgancha videomizni yoritib berishga harakat etamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, o'chayqundan bir like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab turishni so'rab qoldik. Bugun 1-iyun haftaning bozor kuni qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat etamiz. Videomizni boshladik. Hammaga yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum. Necha so'mdan bo'ldi endi? 2000 so'mdan, ay? Chinor tarvuz. Necha? 6 dana tuxum boysunda qantum yo'q. Pishgan tuxumuna qarab pishgan. Oq emas tuxum, qora tuxum. O'zini pishgan bu, to'g'rimi? Sanchilgan deb o'ylaganlar uchun. Bu manga bu, söyleyveradilar sanchilganlar. Otizda bo'lgan narsa bu. Ko'p olamonda yeldan necha so'mdan beramiz? Sanchilgan nega sanchiladi? Assalomu alaykum. Xitoyniki sanchiladi turadi. Bu yerda bu Xitoyniki O'zbekistonligida sanchmaydi hech kim. To'g'ri. Xitoydan kelgan tarvuzlar bor, magazinda sotadi, uni marketlarda tarvuzlar sanchilgan. Ko'p olamonda yellar nechadan beramiz yurtdoshlarimiz? Bu tarvuz menga qarab, bolalarni ichini og'ritmaydi. Men o'zim yeb ko'rdim, kuni bilan yedim, tiqqatganim yo'q. Ko'p olamonda yana 1800 bo'ladi. 1800 dan berib qo'yamiz, Xudo xolasa. Piyoz necha so'm bo'libdi? Piyoz 3000 so'm. Piyoz 3000 so'm. Paltag'am, kilogram. Paltag'am, kilogram shu boqadan, ay. Hozir undan baland turadi. Kerchkalar bor aynan, qizil kerchka. Mana. Qizil kerchkalar bor. 6,5 ming so'm. Pensionerlari 6000 so'm. Pensionerlari 6000 so'mmi? Skidga insonlari 6000 so'm. Hurmat. Hurmat. Hurmat sizga. Tamam. Lekin eng mazali kerchka 3 kerchka bor. To'g'ri. Yine sarı mağaz bu yine. O'zim semek verdik buna 1 yil. Zo'r kerchka. Acayip narsa bu. Ramona'da ham bu sortda. Buni qaltalab turibdi. Qizil piyozlar shunda 3000 so'mdan deydi. Xoltani necha beramiz? Xoltaga 6000 so'm. Xolta 6000 so'mdan. Lekin kiloga pensionerlari 6000 dan beraman. Pensionerlari 6000 dan kiloga. Yaxshi rahmat, sog' bo'ling. Qani keldi. Kedilar keldi-ku, to'g'rimi? Necha so'm endi bu? Kedi. Kedilar 12000 so'm. Bo'ltir. Bu mesela adamlar saqlab biladi, lekin to'g'ri. Saqlab bilgan bilan bilgani farqi bor. Yo'q, saqlab biladi hamma. Polni teyinda turgan ina. Polni teyinda. Havo girmay, polni teyinda turgan narsa. Qo'ysa turadi. Shu vaqtgacha turibdi ina. Kedi chiqdi, lekin kedi bor. Kedi chiqdi, kedi bor, hay. Yine yurtdosh. Gördünmü? Saqlash kerak, ko'payadi, turaveradi. To'g'ri. Yeb bilmaydi, yeb bo'lmaydi, menga xato u. To'g'ri. Chunki saqlolmagandan keyin shunday deyilgan. Ha. Yaxshi rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Pomidorlar necha so'mdan ekan? Pomidorlar 13 mingdan. Bodringlarni? 3 kilosi 10 ming so'mdan bo'ldi. Tarvuz qovunlar necha so'm bo'ldi? Tarvuzlar 2000 so'mmi? Qovunlar? Qovunlar 5000 so'mdan bo'lib turibdi yine yurtdoshlar. Yaxshi rahmat, sog' bo'ling. Piyozlar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. Xolta kilogram. Kiloga 4000, xolta 3000 so'm. Oq piyoz ne? Oq piyoz 3,5. Kerchka ne? Kerchka 5,5. Pomidor ne? 12000 so'm yeshika. Kiloga? Kiloga 14000. Chislok necha so'm ekan? Xoltaga 20 ming, kiloga? Kiloga 25 ming so'm. Tozalangan yine. Keremler necha so'mdan ekan? Keremler 3000 so'mdan. Yaxshi rahmat, sog' bo'ling. Burchlar? Burchlar 8000 so'm. Burchlar 8000 so'm. Yaxshi rahmat, sog' bo'ling. Boshqa tarvuz nedan bo'ldi? Assalomu alaykum. 2000 so'm. 2000 so'mdan, ay? Ha. Ko'p olamondagi yurtdoshlarimizdan nechadan beramiz saga? 2000 so'm vaqtda shu optim bahasi. Optim bahasi 2000 so'mdan, ay? Kilosi yurtdoshlar. 1-iyun sanasidan ko'ring.
Kıpkızıl çıkıp turuptu ku, en gelmesi. Cevap. Gap yok. Deyken biz lan. Lübben soy veremez. Ters söz. Gap. Yani gelseler şunu soy deseler soyup beresi, doğru mu? Cevaptır ya. Hemmesi cevap. Çıkıp şimdi çakatı Kızıl çıkar en Ha, Xuda 100% xalar. kızıl çıkar. Çakmak. Yine yurttaşı. Gap söz yok. Şirinligini hem yiyip görüyor. Deyken kaç kadar yok. Kaşqadaryodan kelib o'tirsa, yurtdoshlarimiz Kaşqadaryodan kelib o'tiribdilar yana Xudo xolasa. Xudo xolasa ketyapti. Ketyapti. Sizlarni ayting. Nuysa ketyapman. Nuysa ketyapman. Nuysa ketyapman. Narime! Yaxshi, sog' bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Yashillarni cho'zim ekan boshliq 7000 so'm. 7000 so'mdan. Bular kerchkalar islang? Kerchkalar 3,5 so'mdan. Kattasidan. 6000 so'm. Kattasi 6000 dan. Yurtdoshlar. Qoltancha beramiz buni. 5700 beramiz. Neyse. Mana Qoltaga. Qoltaga 3000 beramiz. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Gilosdan sincha so'mdan ekan? Giloslar 30-35. Giloslar 30-35 ming so'm. Yashganchadan beramiz bular. Yaşlı 28. Yashi 28. Qaralidan? Qarali 15. Qarali 15 ming so'mdan yana. Setga beramiz buni. 13. Setga 13 beramiz. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Eriklar necha so'm ekan? 10 ming mi? Eriklar 10 ming so'm. 35. Peyvanda erikmi bu yo mayskimi? Yok chetdan kelgan. Chetdan kelganda. Almalarsiz ne? Almalar 8 mingdan 15 mingga 8 mingdan 15 mingdan boyini yurtdoshlar. Mashg'ulotlar ne? 25. Mashg'ulotlar 25 ming so'm. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Tutlar necha so'mdan keyin? Assalomu alaykum. Tutla 15 ming so'm. Tutlar 15 ming so'mdan. Chetdagi ne bu? Ular 45 ming so'm. Voy 45 ming. Kelaverasiz. Eriklar etsang? Eriklar arzon bo'ldi. 3 kilosi o'nliqdan. 3 kilosi 10'lik ham bor. Aha. Ne yurtdoshlar, yurtdoshlar. Almalarsiz ne? Almalar 5 ming so'mdan. Rujjani? Hujjalar 10 ming so'mdan. Rujjalar 10 ming so'mdan. Pomidor necha so'm bo'ldi? Pomidor 12 dan bu. Pomidor 12 ming so'mdan. Badargillarni? Badiring 3 kilo. Badargin 3 kilo. Bir shnay. Bursa 15 ming so'mdan kilosi. Kilosi 15 ming so'm. Kilosi 13 dan. Kilosi 13 dan, Yaxshi, rahmat, sog' bo'l. Zillilar necha so'm ekan, ukrop zillili? 5 ming. 3 bog'i 5 ming so'm. 2 ming shtuka. Petrushkalar ham shu baho. Durishlar ham shu baho. Yaxshi, rahmat, sog' bo'l. Bananlar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. Banalar 20 ming so'm. Bananlar 20 ming so'mdan. Gilos ne? 25 ming. Gilos 25 ming yani. Peyvanda eriklar? 50 ming so'm. Eriklar 4 ming so'mdan bo'lib turibdi endi yurtdosh. Almalar ne? Alma 8 7. Almalar 8-7 ming so'mdan bo'lib turibdi. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Baklajan necha so'm bo'lib turibdi ekan? Assalomu alaykum. Baklajan 15 ming. 15 ming so'm bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Erik necha so'm bo'lib turibdi? 5 ming so'm. Erik 5 ming so'mdan bo'lib turibdi. Almalar necha so'm bo'ldi? Alma 8 ming. Almalar 8 ming so'm bo'ldi. Rujjalar ne? Rujjam shu baho. Rujjam shu baho bo'lib turibdi. Yurtdosh. Almalar necha so'm bo'ldi chetda? Bular 12 ming so'mdan. Bu ne? 13 ming. Bular 13 ming so'mdan. Bergin ne? Bergin bir bahosan. Yaxshi, rahmat, og'a. Eriklar necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. Eriklar 4 ming so'm. Almalar ne? Alma 12 ming so'mdan. Rujja ne? 8 ming so'mdan, Alma ne? Bergin 2 kilo 15 ming so'm. Bu ne? 8 ming so'm. Yaxshi, rahmat, sog' bo'l. Ha, tamam. Ha? Nakkal
Kerem'den neçəsi var Kerem? Sağ ol. Kerem 5 milyon. Kerem'e 5 milyon mu? Yeşille ne? Yeşil 7,5. Yeşille 7,5. Gerçeğe ne? Gerçeğe 7 milyon. 5 bin 7 milyon yani. Devlegi ne? Öyle gelmedi. Devlegi 7 milyon. Kaç rahmet sağ olun.